Ertalabdan ishga kelsam, katta bolalarni o'yinchog'i. Sanel, polskiy kompaniya. Ochib bir obzor qilamizmi? Xo'sh, ekan. Klish. Ikkinchi klish. Instruksiya. Klish bilasizlar, zazimliklarni endi hozir qo'rqmasdan klish orqali ham o'lchasak bo'ladi, bemalol. MP 536. Qaranglar. Bu elektr xavfsizligini o'lchovchi qurilma 0.4 kilovoltgacha 2,5 ming kilovolt kuchlanish bera oladi. Zazimleniya, uzug'ni hamma turini, faza petля 0, faza petля zemlya, fazani ham o'lchay oladi. Kabellarning qarshiligini 2,5 ming volt berib, silovoy kabellardan bemalol o'lchay oladi. Bundan tashqari bu elektroanalizator bo'la oladi, yorug'likni o'lchay oladi. Mana sraz rozetkaga tiqib turib, metrelimiz bor edi, metrel bilan deyarli bir xil o'lchay oladi bemalol. Kilishlari eng qizig'i ekran sensor ekan, mana ruchkada foydalanilar ekan. Hoppa. Bundan tashqari yana nimasi bor ekan? Buni ko'rdik. Zaryadlash. Hatto mashinada zaryadlash uchun anaqa qurilmasigacha bor ekan. Xo'sh, yana ochamiz. Hoppa. Cho'tkisidan. Xo'sh. Bu USB uchun. Bu ikkinchi kabel. Ajoyib. Автоматическое измерение памяти, информация измерителя, настройки измерения. Mana aytganim. Faza petля 0 faza petля 0, faza zemlya, mana. Qaytish, yo'q bor. Kuchlanish, даже yerda qarshiligicha o'lchaydi. Uzug'ni tok bo'yicha, vaqt bo'yicha avtomatik. Mana elektrodvigatelda ham obodkalarning eskirishi, aylanish tezligi, lyuksimetr bo'la oladi, qarshilik bo'la oladi, zazimlikni o'lchash mana. Ajoyib. Mana tayin, tepat, iti hammasi bor ekan, o'lchashni qaysi turga o'tishingiz uchun. Hamma yo'q bor, zo'r ajoyib. Настройки, измерение. Xo'sh, связан bor ekan. Bluetooth orqali, Wi-Fi orqali eng qizig'i обновление bo'lib turar ekan programmasi. Chiroydni sifatini ko'radi. Bundan tashqari, agarda sinxronizatsiya bo'layotgan bo'lsa, adnomenkalar bor-ku, shularni ham voltajni ko'radi. Чтобы sinxronizatsiya oson bo'lishligi uchun fazadagi adnomenka fazalarni o'rtasidagi kuchlanishni ko'radi. 30 milliampere qaranglar. Uzug'larda o'zgaruvchan tok uchun ko'rasizlar. Hatto sinsoydan buzilganligi, qaydan boshlanishigacha o'zgargan mana pulsiruющий hammasidan bor. 10, 100, 300, 500 milliampere. Biz bunga tozasiga qo'yamiz. Tiplarigacha bor. Bu pribor xudo xolasa amaliyotdan bir o'lchab tekshirib ko'ramiz. Hozir klish orqali zazimlikni o'lchashni ko'ramiz. Transformator zazimlikni 30 cm qolchilikda klish. Mana 4 o'ndan qolmasligi kerak. Start knopkasini bosamiz. 0.07 10. 4 o'ndan past. Normativga zo'r.